Shvetsiyada yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz Dunyo Uyg'ur qurultayining chaqiriqiga qizg'in ovoz qo'shib, 15 yanvar kunidan e'tiboran Shvetsiyaning poytaxti Stokgolm shahridagi Sergels torg maydonida 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inini boykot qilish namoyishini boshladi. Har hafta bir qitim o'tkaziladigan bu qitimki namoyish 2022 yili Beijing qishliq olimpik yig'inining ochilish murosimi o'tkaziladigan 4-fevralgacha ayni maydonda izchil davom qiladi. 15 yanvar kuni qattiq sovuqqa qaramay Sergels torg maydonida to'plangan fidokor namoyishchilarimiz Shvetsiya hukumatidan 2022 yillik Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini diplomatik boykot qilishni talab qilish bilan birga Xalqaro olimpik komitetining dunyo jamoatchiligining shuncha kuchli noroziligiga qaramasdan Xitoydagi diktator, mustabid, fashist bir davlatda olimpik yig'ini o'tkazish qaroridan voz kechmaganligini qattiq aybladi va 2022 yillik qishliq olimpik yig'inining Uyg'urlarga qarata rahimsizlarcha irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Tibet, Mongol va Hong Kong xalqlariga qarata zulm va besim siyosatini yo'lga qo'yayotgan Xitoydagi bir davlatda o'tkazilishining butkul insoniyat dunyosi uchun ig'ir haqorat va o'rnimiz ekanligini ta'kidlashdi. Bu qitimqi namoyishga riyosatchilik qilgan va namoyishning qonuniy ruxsatini olgan Dunyo Uyg'ur qurultayi ayollar komitetining muavin mudiri, qurultayning Shvetsiya vakili, barum san'atkorimiz va fidokor inqilobchimiz Kurash Ko'san apandimning xonimi Baxtunnur Abdurahim namoyish maydonidan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilib mundoq dedi. Assalomu alaykum muhtaram azizlar. Biz Shvetsiyadagi butkul Uyg'ur jamoati, Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi, Shvetsiya Uyg'ur komiteti, barliq jamoatchilik, Shvetsiya poytaxti Stokgolmda Xitoy olimpikini boykotlash to'g'risida bir necha qatimliq namoyish planladik. Ya'ni bugun birinchi ayning 15 kuni shanba bir qatimliq namoyishimiz muvaffaqiyatli bo'lib o'tdi. Biz yana barliq aziz vatandoshlarimizni, fidokorlarimizni birinchi ayninki 22 shanba, birinchi ayning 29 shanba soat 11 dan 12 qadar Sergels torgida o'tkaziladigan Xitoy olimpikiga qarshi namoyishga safarbar qilamiz va chaqiramiz. Mardni maydonda sinadaydi xalqimiz, aziz xalqimizni, aziz vatandoshlarimizni namoyish maydonida billa sabdosh bo'lishga chaqiramiz. Ko'pchiligi ma'lumdir. Xitoy qishliq olimpik o'tkazishga faqat 20 necha kunlik qoldi. Butun dunyodagi nurg'un davlatlar va 200 dan ortiq ommaviy tashkilotlar Xitoy qishliq olimpikini boykot qilish namoyishlarini izchil to'xtamasdan tashkillab, Xitoy zolimlarga o'chmanlik noroziligini ifodalayotdi. Biz Shvetsiyadagi barliq alvatan suyar fidokor qarindoshlarni bu sabtda tang turishga murojaat qilamiz. Hammanglarni namoyish maydoniga kelishga chaqiramiz. Ey vatanning fidokorlari, Xitoy tajovuzchilariga bo'lgan o'chmanlik va nafratimizni namoyish orqali texmi kuchli bildiraylik. Achchig'imizni texmi o'tkir ifoda qilaylik. Hammanglar bir sabtda bo'laylik azizlar. Bir-birimizga hurmat, ehtirom, o'mlik ichida biz qarshiligimizni Xitoy tajovuz dushmanga bildiraylik. Ey muhtaram dindoshlarim, fildoshlarim, sirdoshlarim, millatdosh vatandoshlarim, hammanglar o'rnimizdan dast turaylik. Ovozsizlarning ovozi bo'laylik. Bar fursat va imkonlardan to'liq foydalanaylik. Yo'llarga, ko'chalarga to'kilaylik. Maydonlarga, parlament binolari oldiga berib yig'laylik. Dard ta'sirimizni, vatanimizda qonliq irqiy qirg'inchilik bo'layotganligini dunyo ahliga to'xtamay anglitaylik. Egilmas, sunmas hurlik irodamizni namoyish orqali namoyon qilaylik. Mardni maydonda sinaylik va namoyish maydonida ko'rishaylik azizlar. Namoyish o'rni Sergels torg, namoyish vaqtini boya aytganimizdek, birinchi ayning 22 kuni shanba, birinchi ayning 29 kuni shanba soat 11 dan 12 qadar bir soatdan vaqt. Andan yana biz ikkinchi ayning 1, 2, 3, 4 kunlarda Xitoy olimpikini boykot qilish va o'zimizning milliy irodasi, qarshilik irodamizni bildirishga yana soat 13 dan 14 gacha tushdan keyingi vaqtni aldık. O'rni yana Sergels torgida bo'ladi. Hammamizning esida bo'lishi
aniq 25 yıl burun vatanimizning G'ulji shahrida Xitoy tajovuzchilari qonliq qirg'inchilik elib borgan G'ulji yoshlari adolatparvar G'ulji yoshlarini tutqun qilgan va qirgan bu G'ulji qirg'inchiligi unutilmasin, dunyo unutmasin, biz unutuldirmaylik. O'zimizning amaliy harakati orqali bu qonliq voqeani dunyoga yana bir qatim anglataylik va aslataylik. Biz hammamiz inoq birlikda sap tuzab Xitoy tajovuzchilariga namoyish orqali nafratimizni bildiraylik azizlar. Rahmat.